Hakan Mengyuch. Hech bir uchrashuv tasodif emas. Zukko kitobxon nashriyoti. Ushbu kitob hayotiy voqealar asosida yozilgan. Audio kitobni Baxtiyor Mo'minov o'qib tayyorladi. Quyoshim, hilolim keldi. Ko'zim, qulog'im keldi. U oltin xazinam keldi. Boshimning sarxushligi keldi. Ko'zimning nuri keldi. Bir tilagim bo'lsa gar, mana shu tilagim keldi. Kecha oqshom sham ila izlaganim do'st, bugun bir dasta gulday yo'limga chiqa keldi. Mavlono. Majmua ul Bahr. Ikki dengiz birlashgan joy degan ma'noni beradi. Konyadagi ko'chalardan birining yonidagi feruza rang oynalar bilan o'ralgan kichik bir telefon budkasini eslatuvchi binoning yonida edik. Azra ham, Yuma ham bu kichik binoga qiziqish bilan qarardi. Ikki dengizning birlashgan joyi deb ataydilar bu yerlarni, deya boshladim gapni. Bu nuqta Shams va Mavlononing ilk uchrashgan joyi. Ikki dengiz bir-biriga tutashsa nima bo'ladi? Ummon bo'ladi. Cheksizlik bo'ladi. O'sha onda ikkisining ham eti jimirlaganini his etdim. Men ham har safar Majmua ul Bahrni eslasam ichim titraydi. Shams Tabriziy ko'rar ko'rmas izlagan insoni Mavlono ekanini anglaydi. Biroq uni bu ishq otashida yonishga tayyor yoki tayyor emasligini sinashga qaror qiladi. Rivoyatlarga ko'ra, ular uchrashgan bu yerda Mavlono shogirdlari bilan birga bo'lgan va Shams Tabriziy olomonning orasidan Mavlonoga yuzlanadi. Ey ustoz, senga bir savolim bor. Mavlono ovozni eshitadi, ammo unga murojaat qilinganini anglamaydi. Bunga javoban Shams Tabriziy yana bir marta va baland ovozda gapiradi. Ey ustoz, senga bir savolim bor, javob bera olasanmi? Mavlono o'girilib qaraydi va qora kiyimga o'rangan begona kishiga diqqat bilan qaraydi. Savlatini, o'ziga bo'lgan ishonchi va dadilligini ko'radi. Marhamat, savoling bo'lsa so'rayver. Olomon qiziqish bilan kuzatadi. Zero begonaning qilgan ishi odob qoidalariga aslo mos kelmasdi. Zotan savol bermoqchi bo'lsa, Mavlononing suhbatlaridan biriga qo'shilishi, u yerda o'zi bilan gaplashishi kerak. Ko'chaning o'rtasida emas. Atrofdagilarning hayratga to'la nigohiga sira ham e'tibor bermagan Shams savolni beradi. Ushbu o'qigan, o'rgatgan barcha ilmingizning g'oyasi nima? Mavlono uni yana bir marta ziyraklik bilan kuzatadi. Ilmning g'oyasi din taqiqlagan narsalardan qochmoq, buyurganlarini amalga oshirmoqdir. Xato, deydi Shams Tabriziy. Eshitganlarga hech kim ishongisi kelmaydi. Uning xato degan ovoz Konya ko'chalarida aks sado bo'ladi. Chunki hech kimning Mavlononing gapini xato deyishga haddi sig'masdi. Mavlono vazminligini yo'qotmadi. Nima unda? Sen ayt. Ilmning g'oyasi yaratganga yetishmoqdir, ishqdir. Ishqqa yetmagan ilm emas. Ilm seni ishqqa yetaklamasa, jaholat undan xayrliroqdir. Mavlono qarshisidagi insonning aql idrokiga tan beradi. Uni o'z kutubxonasiga suhbat qurish uchun taklif qiladi. Mavlononing kutubxonasi bebaho edi. Kitoblarining hammasini o'qigani ham lol qoldirardi. Lekin Shams Tabriziy bundan umuman ta'sirlanmagandek edi. Hamma sening buyuk donishmand ekanligingni aytadi, deydi Shams.
Men ham sen bilganlaringni bilishni istayman. Menga eng sevgan, qadrlagan va ko'p o'qigan 5 ta kitobingni ko'rsata olasanmi? Mavlono Shams Tabriziy aytganidek qiladi va kutubxonadan 5 ta kitob oladi. Shams Tabriziy kitoblarni olib ko'ra boshlaydi. So'ngra qo'lining chap tarafi bilan hammasini kutubxonaning oldidagi kichik hovuzga uloqtiradi. Mavlono shoshgancha kitoblarini qutqarish uchun harakat qiladi, ammo hammasining yozuvlari allaqachon bir-biriga aralashib bo'lganda. Izlagan narsang u kitoblarda emas, deydi Shams. Izlagan narsangni o'qish orqali topa olmaysan. Uni faqatgina qalbing ila topasan. Dunyodagi barcha kitoblar aql o'yinidir xolos. Inson aqlining o'yini. Ushbu barcha iboralar, so'zlar, gaplar ishqning o'rnini bosa olmaydi. O'qish orqali balki o'rganishing mumkindir, ammo sevsangina anglaysan. Mavlono bu so'zlar qarshisida muz kabi qotadi. Jim bo'lib qoladi va faqat tinglaydi. Qalamning uchini sindir, deydi Shams. Bundan keyingi safarimiz ishq safaridir. Ishqni qalam yozmaydi, kitoblarda topa olmaysan. Tinch qo'y endi kitoblarni. Sen ishq dengiziga g'arq bo'l. Seni bu nuqtaga keltirgan bilim endi oldinga intilishingga to'sqinlik qiladi. Ularni o'z holiga qo'yishni, voz kechishni o'rgan. Mavlono bir necha yillardan beri chanqoq bo'lgan ilmga yetishganini his etadi. Nihoyat ustozi, yo'ldoshi, ko'nglidagi insoni kelganda. Seni bu nuqtaga keltirgan bilim endi oldinga intilishingga to'sqinlik qiladi degan gapni tushuna olmadim, dedi Azra. Bu aslida murakkab savol edi. Buni unga faqatgina kemaga o'xshatish orqali tushuntirib berishim mumkin edi. Bu o'xshatish tushuntirishni osonlashtiradi. Bir ko'lda tug'ilganing va qayiqda hayot safariga chiqqaningni tasavvur qil. So'ngra bir sohilga yetib kelasan. Yo'lda davom etishni istaysan, ammo qayiqni tashlab keta olmaysan. Chunki sen u qayiqda tug'ilding, u yerda ko'p vaqt o'tkazding va yo'lda davom etishing boshqa yo'l bor yo'qligini bilmaysan. Shu bois eng yaxshi biladigan narsangni ham yoningga olasan. Qayiqni ham quruqlikka chiqarishga urinasan. Ammo qayiq bilan yo'lda davom eta olmaysan. Quruqlikda qayiq bilan oldinga yura olmaysan yoki qayiq bilan sohilda qolishni tanlaysan yoki qayiqni tark etib yurishni o'rganasan, dedim. Mavlono ham aslida tanlov qilgan edi. O'rganganlari bilan ilm safarida davom etishi mumkin edi, ammo ishq yo'lida olg'a intilish uchun boshqa yo'l shaklini tanlash kerak edi va buni unga faqatgina Shams eslata olardi. Mavlono ilmning eshiklari oldida qolishga rozi bo'lmadi. Ishq yo'lida olg'a intilishni tanladi. Barcha o'rganganlarini ortda qoldirishga rozi bo'ldi. Tanqidga uchrashini ham, yomon obro' qozonishini ham bilardi. Ammo ishq yo'lidan voz kechmadi. Chunki bildilarki, ishq insonni yondiradi, ammo ishq olovi ruhni chiniqtiradi. Shu bois Mavlono ishq yo'lida yurib, xom edim, pishdim, yondim, deydi. Inson kim uchundir o'zgarishga qaror qilsa, oxir-oqibat undan juda uzoqlashadi. Avtobusga minganimizda Azra ikkimiz Yumadan bir necha o'rindiq orqada o'tirdik. Tongdan beri gapirishga jur'at topa olmayotgan edim. Nihoyat Bursaga yo'l oldik. Boshlagan joyimizga yana qaytyapmiz. Telefondan foydalanishga oid cheklovning bugungi 1 daqiqalik imkoniyatidan foydalanib, onamga qo'ng'iroq qildim. Kechki payt yoniga borishimni
uyda qolishimni aytdim. Azra bilan gaplashishga na jasoratim bor edi, na kuchim. Ko'zlarimni yumib, boshimni o'tirgan o'rindig'imga suyadim. Uxlay olmasdim, ammo xayrlashishga tayyorlanishim kerak edi. Bu yo'l endi ruhimni ham tark etish kerak. Ammo ruhiga yetganimni his qilganim yonimdagi ushbu go'zal va beg'ubor ayolning ham yuragi bo'g'ziga kelgandek edi. Azraning qalbidagi titroqni sezayotgandim. Meni uyg'otishni istayotganini his qilardim. Chunki gaplashish uchun boshqa imkon topa olmasligimiz mumkin edi-da. Sukutimiz biroz muddat davom etdi, ammo Azra qo'limga teginib meni uyg'otdi. Sen bilan gaplashib olishim kerak bo'lgan narsa bor. Bugun xayrlashadigan kunimiz. Ayrilishdan oldin gaplashib olishimiz darkor. Ehtiyojimiz bo'lgan imkonni balki boshqa qo'lga kiritmasligimiz mumkin. Sezgilarimda adashmaganimni ko'rdim. Ammo adashmagan yana bir tuyg'um bor edi. Qo'rquv. Qo'rqanim boshimga keldi. Bu yuzma-yuz suhbatga tayyor emasdim, ammo orqaga ham chekina olmasdim. Ha, albatta gaplashamiz. Kecha sen bilan bir narsa haqida gaplashayotgan edik. Yarmida qolib ketganda. Eslay olmayapman. Nima degandim? Bitta xatoni 2 marta takrorlama. Boshqa xatolarni qil deding. Biroq men har bir inson har xil sinov ekanligi haqida o'ylayapman. Holbuki bir xato 2 marta aynan takrorlana olmaydi. Ha, bo'ldi. Endi esladim. Bir inson bilan armonga uchragan bo'lsang, hamma bilan xuddi shu armonni yashaysan deb o'ylash qarshingdagi insonga nisbatan adolatsizlik emasmi? Dedi Azra. Ko'rinib turibdiki, Azraning ham ortga chekinish niyati yo'q. Asosiysi inson hayotida o'z maqsadini topish, Azra. Aks holda qarshisidagi inson sababli emas, o'zi sababli bir xil xatolarga yo'l qo'yadi. Inson avvalo o'zini tanib olish kerak. O'z qalbiga safar qilishi lozim. Buning uddasidan chiqa olmasang, kimga borsang har doim bir xil armon takrorlanaveradi. Inson hayotidagi maqsadini qanday topadi? Kimdir hayotining ichida safar qiladi, chunki har bir yo'l, har bir sinov o'ziga qilgan safardir. Shams va Mavlononing yo'llari kabi. Ular har yo'lda, har sinovda o'zlariga mos darajaga chiqdilar. Kimdir esa tanaffus qildi, kimdir esa tanaffus qiladi. O'qiydi, tinglaydi, tahlil qiladi, o'rgangani yoki o'rganmaganini tekshiradi. So'ngra yana tanaffus qiladi. Qanchalik bir joyda turgandek ko'rinmasin, bu ham aslida boshqa bir yo'ldir. Masalan, sen sayyohsan. Hatto ushbu safarda ilk bor bunday sinov olganingga qaramay, o'zlikni anglashda mendan ancha oldinga o'tib ketding. Men necha yillardan beri safar qilib kelaman, ammo jarayondan sen kabi tez o'ta olmaganman. Chunki men tanaffus oldim-da. Menimcha bu ikki har xil dunyoning insonlari bo'lish, boshqa ruhning timsoli bo'lish. Cheksiz sevgi va hurmatga qaramay, turli dunyo insonlari bir taqdirning ichida bo'la olmaydilar. Hayotdagi maqsadlar sari olib boradigani yo'li boshqadir. Bu ularni yomon yoki xato yo'ldan ketayotgan insonga aylantirmaydi. Xo'sh, men o'z olamimni o'zgartirishga tayyor bo'lsam-chi? Bu so'zlar qalbimga o'q kabi sanchildi. Yuragim shu qadar tez ura boshladiki, yuzlarim olov bo'lib yonganini his etdim. Tushunmadim, dedim vaqtdan yutishga urinib. Ya'ni men yo'limdan qaytsam, tanaffus qilishga rozi bo'lsam, bitta taqdirning ichida bo'la olmaymizmi? deya so'radi Azra. Bo'g'zimga nimadir qadalgandek bo'ldi. Bitta taqdir insonlari bo'lishimizni juda istardim, biroq mumkin emas.
bu ikkimiz uchun ham kuchli zarba bo'lardi. Hayotdagi maqsaddan voz kechib, kimdir uchun o'zgarishga qaror qilinsa, katta yo'qotishlar boshlanadi. Inson kim uchundir o'zgarishga qaror qilsa, oxir-oqibat undan juda uzoqlashadi. Chunki o'zgarish va olg'a intilish shaxsning o'ziga xosligini bilaman. Yaratgan belgilab bergan yo'lga va insonning o'ziga xos. Yaratgan ham bu yo'ldagi olg'a intilishni qo'llab-quvvatlaydi. Insonning boshqa bir inson uchun o'zini qurbon qilishiga rozi emas. Biroq buni Azraga qanday izohlayman? Men uchun hozirgi holatingdan voz kechsang, bosib o'tishing kerak bo'lgan yo'lingda tanaffus qilib yashashga urinsang, men uchun uzoqlashgan bo'lasan, Azra. Bu men istaydigan narsa emas. Men tufayli o'zgarishingga, yo'lingni yo'qotishingga chiday olmayman. Azraning ko'zlari yoshga to'ldi. Meni yaxshi tushunganiga ishonchim komil edi. Demak, bundan keyin yo'llarni sensiz bosib o'tamanmi? Ba'zi yo'llar yolg'iz bosib o'tiladi, Azra. Shams ham Mavlononi shu qadar kuchli yaxshi ko'rar ediki, u o'zining hayotiy maqsadi sari yursin, o'z asarlarini yaratsin, Masnaviyni yozib, o'zini namoyish qilish uchun uning hayotidan chiqib ketishga qaror qilgandi. Shams to'satdan g'oyib bo'lgandi, Mavlono yaqin insoni ketgani uchun yonardi, azob chekardi. Qanoti qayrilgandi. Qalbi parcha-parcha bo'lgandi. Balki bunday qilgani uchun undan g'azablangandir. Ammo Mavlono boshqa banda uchun o'zgarishi mumkin emasdi. Shams bunga rozi bo'lmasdi. U yaratganning yo'lida o'z darajasiga yetishga uringan bir ruh edi xolos. Agar yonida qolsa, katta adolatsizlik bo'lardi. Bir inson boshqa inson uchun o'zgarishni kutish juda katta adolatsizlikdir. Shu bois ba'zan tark etish sevgan insonini ozod qilish demakdir. Yonog'idan bir tomchi yosh oqdi. Yaqinlashib, qo'limdan tutdi. Ko'zlarimga qaradi. Yuzida sezilar-sezilmas qayg'u bor edi. Jim bo'lib qoldi. Meni tushundi. Mavlono Shamsni hamma joydan izladi, deya davom etdim shivirlagandek past ovozda. Tanigan-tanimagan har bir kishidan uni so'rardi. Ammo Shamsdan hech qanday darak yo'q edi. Kelmadi. Mavlononing qalbi yonardi. Ammo bilmasdiki, qalbi yongan sari olg'a intilardi. So'ngra she'rlar yozishni boshladi. U misralar vaqt o'tgach Shamsga yozilgan maktublarga aylandi. Seni na huzur halovat izlaganlardan, na huzur halovat topganlardan, na huzur halovatdan qochganlardan so'radim. Quyoshning haroratini kim eng yaxshi tushuntira olardi? Issiqlikdan yiqilib hushini yo'qotganmi? Yo'q, uning ishqi zaifdir. Quyoshga safar qilganmi? U ham emas. Qayergacha bora olardi? Soyaga sig'inganlardan esa quyoshni aslo so'ramaslik kerak. Afandim, chekayotgan azoblarimning ma'nosi nima? Ayta olasanmi? Bu ayriliqning siri yuragimga yoqqan olovlarning avj olishi uchun bo'lsa, otashlarda yetarlicha yonib kul bo'lmadimmi? Shunday yondimki, sen yongan sari men yondim. Sen muzlagan sari men muzladim. Sen ketganingdan beri qalbimda quyosh chiqmaydigan bo'ldi. Bu ishq tufayli sochlarimga oq oralay boshladi. Unutma, sening shohona asaring, ya'ni men kun sayin vayron bo'lyapman, ammo sen yonimga hamon qaytmading. Tilagim olamlar Robbisi
bu muhabbatning qadrini va qiymatini hech kimga muhtoj etmasin. Shamsning yo'qligiga ko'nikishdan qo'rqardi. Uning yo'qligiga ko'nikish ajoyib do'stlikka xiyonat deb bilardi. Sensizlikka ko'nikish menga xiyonatdek tuyulyapti, derdi Mavlono. Yo'ldoshining yo'qligiga ko'nikmaslik uchun maktublar yozishda davom etardi. Sensiz fikrlarim ipi uzilgan tasbih kabi ajralib ketyapti. Hozir senga ko'z yoshlarimdan marjon taqishni istardim. Koshki yonimda bo'lsayding. Senga doir nimadir yozishga kirishsam, so'zlar shalola kabi oqib kelaveradi. Meni qanchalik ko'p olovga otsang ham hech bir xotiramiz kulga aylanmaydi. Buni bilasan. Qaqnus kabi o'z kulimdan qayta tirilib, qator-qator turnalar kabi qanot qoqib, yo'llaringga yana ravona bo'laman. Kutilmaganda ruhimga sovuqlik oralab, qonim muzlayapti. Chunki yonimda issiq harorating yo'q-da. Bu ayriliqdan qayg'uga botyapman va ortidan tong otyapti. Yana ming jafo ila qayg'uga botyapman. Kapalaklar sening yuzing tekkan bog'larga qanotlarni yoymoqda. Cheksiz kengliklar sira ikki dudog'ing orasida yashirin. Bir so'z desangchi, har bir so'zing ohangini eshitishni istayman. Ketding, qolsang yaxshi bo'lardi. Ketganingdan nima foyda? Sen ketding, ammo sen bilan bog'liq bo'lgan bir narsa menda qoldi. Sukut qoldi. Nahotki ketding, sensizlikda nozik yuragim parvonaga aylandi. Har bir yolg'iz inson oshiq degani emas, ammo har bir yongan inson ishq bobida yolg'izdir. Otashingdan emas, otashsizligingdan yondim. Ey ishqning nidosi, nafasi, biroz oldinroq kel. Qiyomatning shovqini endi tugasin. Seni ko'rishdan oldin teranlikni kitoblarda izlar edim. Kitoblardan uyalaman. Sen barcha kitoblardan teranroqsan. Senga yozgan maktublardan uyalmoqdaman. O'zingni o'zing o'qi, ey Shams. Shams ham, Mavlono ham bir-birining qalbida yaratgan borligini bilardi. Ularning yaqinligi insoniy emas, bunday bo'la olmasdi. Bir-birining yuzida yaratganga bo'lgan ishqni ko'rardi. Ruhiy yaqinlik, ichki do'stlik edi. Buni hech bir dunyoviy izoh bilan tilga olib bo'lmasdi. Bu do'stlikka yaratganning inoyati ila qaraganlar ishqni, inson ko'zi bilan qaraganlar esa xatolikni ko'rardi. Har qanday yupatuvchi so'z qulog'imga xiyonatdek eshitilyapti. Barmoqlarim olov bo'lib yonyapti. Qog'oz o't oladi, maktub yonadi deya chekinmoqdaman. Senga erishish uchun sendan uzoqlashish jahannamdan battar ekan. 40 yildan beri kutganim eding, kuch topganim eding, endi esa yo'qsan. Yana necha yil kutay? Cho'ldagi qumlar kabi suvsizman, kelishing bahor yomg'iri bo'lsin. So'zlaring quloqlarimda hamon yangraydi, kalomlar yulduz, jumlalaring oy shu'lasining eng shohonasi. Tabassuming ko'z oldimga keladi, kulishlaring visol kabi go'zal bir tongi quyoshdir. Biz bir-biri bilan kengaygan, mustahkamlangan va cheksiz bo'lgan bir ruhmiz. Qanday manbasan sen Shams, ichganim sari chanqadim, qanday otashsan sen ey Shams, yongan sari sovudim. Seni ko'rinishing tanadan iborat, ammo qalbingda butun insoniyatni saqlaysan. Faraz qilaylik,
sening yuzingni ko'rmaganimdan keyin yuzlab dunyo ko'rsam ham nima qizig'i bor? Azraning sokin va g'amgin yuzida Mavlononing Shamsga yozgan maktublari satr-satr bo'lib oqardi. Go'yo ichimdagi yong'in Azraning ko'z yoshlariga tushar va asta-sekin so'nardi. Ayriliq buluti sening oy yuzingni to'sganidan so'ng boshimga gavharlar, durlar yog'dirmish, lekin bundan ne naf? Bu soxta dunyo modomiki bir kun yo'q bo'lib ketar ekan, taxtini, baxtini, xazinalarini menga bag'ishlaganidan ne ma'no? Sog'indim ey Shams, sog'indim. Chiq, Alloh rizosi uchun kel. Azra qo'lini qo'limdan sekingina olib, bilasanmi, sen uchun jonimni berardim, yo'limni o'zgartirardim, ammo menga bo'lgan sevgingga shu qadar aminmanki, sen bunday qilishimga izn bermaysan. Azraning yuziga ma'yus tabassum ila boqdim. Meni majburlamay, xafa qilmay anglagani juda qiymatli edi. Unga Mavlono Shamsni izlagan paytlarida qanday tuyg'ular qurshovida qolgan haqida so'zlab berishni istadim. Chunki Mavlono do'sti bilan bog'liq bir haqiqatni hatto bilmas edi. Ko'ngli hatto unga aloqador yolg'onlar bilan huzur topa oladigan darajaga yetgandi. Mavlono Shamsni izlayotib, Konyada yolg'onchiligi bilan tanilgan bir odamga duch keladi. U kishi Shamsni Bag'dodda ko'rganini aytadi. Bunga javoban Mavlono u kishiga minnatdorchilik bildiradi, ustidagi cho'ponini yechib hadya qiladi. Mavlononing yonidagi do'sti bu odam aslida yolg'onchi ekanini bilganda, shuning uchun Mavlonodan cho'ponini unga nega berganini so'radi. Yolg'oni uchun cho'ponimni berdim, deydi Mavlono. To'g'ri so'zlaganida edi, jonimni berardim. Bu hikoyani so'zlab berar ekanman, yonoqlaridan ko'z yoshlar oqqan faqatgina Azra emasdi. Ikkalamiz ham ko'z yosh to'kardik, yig'lardik.